Shunday taomlar borki, ularni sevib tanovul qilamiz, lekin ular kaloriyalarga boy. Hatto yog'siz tayyorlasangiz ham taomdagi moy hech qayerga ketmaydi. Ularni ortiqcha kaloriyalar va xolesterinsiz tanovul qilishga nima deysiz? Qarshingizda yangi No Fat Grill. No Fat Grill taomni tayyorlash vaqtida undagi yog'ni chiqarib oladi. Mana bu yog' pastga oqib idishga yig'ilayotganiga bir qarang. Bu har bir taomingizdan ajralib chiqqan yog' va xolesterindir. 15 gradusli qiyalik tufayli yog'lar tabiiy ravishda pastga oqib, maxsus idishchaga to'planadi. No Fat Grill bilan taomlaringiz betakror ta'mni saqlab qoladi. Eng muhimi, zararli yog'larsiz. Yuqori xolesterin arteriyalarni to'sib, yurak va qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. No Fat Grill esa xolesterin darajasini tabiiy ravishda pasaytirishda sizga yordam beradi. Innovatsion No Fat Grillning balandligi o'zgaruvchan bo'lib, taom hajmiga ko'ra uni kengroq ochishingiz yoki zichroq yopishingiz mumkin. Oddiy tovada taomning bir tarafi kuyib, boshqa tarafi xomligicha qolib ketadi. Oqibatda to'g'ri axlatga yo'l oladi. No Fat Grillning ikki tomonlama qizdirish tizimi tufayli taom 2 barobar tezroq pishadi va uni o'girishga ham hojat yo'q. Bu degani, taomning ikkala tomoni ham bir vaqtning o'zida tayyorlanadi. Yopishmas mis qoplama esa saryog' yoki moysiz ham tayyorlash imkonini beradi. Juda ham kamroq kaloriyalar, 2 barobar tezroq, yopishmaydi va mutlaqo tabiiy ta'm. Nemis sosiskalari, barra sarsabil, zararsiz cheeseburger, mukammal tayyorlangan steyklar, mazali qovurg'alar, yoqimli gazaklar, bularning barchasi qo'rada obdon pishirilgan va yog'dan xoli. No Fat Grill bilan oilangiz sevimli taomlarni bemalol tanovul qilishlari mumkin. Hamma o'z ta'mi va iforini saqlab qolgan taomlardan ortiqcha zararsiz bahra olishi mumkin. Taomlaringiz oddiy tovalar va pechlarda pishirilganda barcha yog'ni shimib oladi. No Fat Grill bilan taomdagi yog' g'oyib bo'ladi, ta'mi esa saqlanib qoladi. Tanangiz birgina taomdan qancha yog' tejab qolishini bir ko'ring. Endi esa 1 yil mobaynida qancha yog' va xolesterindan xalos bo'lishingizni tasavvur qiling. Tanangiz naq 60 kilogramm yog'ni olib yurishga majbur bo'lmaydi. No Fat Grill har bir oshxonada bo'lish kerak bo'lgan grilldir. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va yetuk nutritsiologlar yog'ni iste'molini kamaytirishni maslahat berishadi. Siz qat'iy parhezga o'tishingiz yoki yog' miqdorini 40% ga kamaytirib, sevimli taomlardan lazzatlanishingiz mumkin. No Fat Grill yordamida oddiy tovalar osongina qiriladi. No Fat Grillning mis yuzasi esa o'ta mustahkam. Qolaversa, mis taomingiz maromida pishishi uchun issiqlikni birdek yetkazib beradi. No Fat Grillning yopishmas yuzasi tufayli taomingiz yopishib qolmaydi va barcha joyi birdek qizarib, juda mazali bo'lib pishadi. 5 daqiqa ichida taomning ikkala tomoni ham birdek qizarib, dasturxonga tortishga nima yetsin? Go'sht va sabzavotli kaboblarni endi 6 daqiqa ichida yog'siz tayyorlash mumkin. Pizza xamiri va sevimli masalliqlar bilan haqiqiy italyancha kalsoniyeni atigi 7 daqiqa ichida tayyorlang. Mazali va maromida pishgan. Barra qo'y go'shti biram mazali, lekin undagi yog'ga bir qarang. No Fat Grill yordamida taomingizdagi yog'dan qutulib, uning o'zgacha ta'mini saqlab qolasiz. O'rdak go'shti ham odatda yog'li bo'ladi, lekin No Fat Grillda pishgach, juda mayin, sersuv va yengil bo'lib qoladi. Baliq tayyorlash oson ish emas, lekin uning mayin terisi oson yopishib qoladi. Keling, baliq filesini tayyorlaymiz. Uning terisi yopishmasligiga bir qarang va biz 4 daqiqa ichida mazali, foydali taomga ega bo'lamiz. 200 grammli burger oddiy grillarda tayyorlansa, unda 600 kaloriya bo'ladi. No Fat Grill bilan esa xuddi shu burgerda atigi 360 kaloriya bo'ladi. Chunki keraksiz yog'lar va moylar chiqarib tashlanadi. Bu 40% kamroq kaloriyalar degani. No Fat Grill bilan yanada sog'lom, tez va oson tayyorlang. Endi taomlaringiz bir maromda pishib, 2 barobar tezroq tayyor bo'ladi. Go'sht, sabzavotlar, baliq, dengiz mahsulotlari, sendvichlar, desertlar barchasi oilangiz uchun. No Fat Grill taomdagi ta'mni saqlab, ortiqcha kaloriya va xolesterindan xalos qiladi. Ixcham dizayni tufayli uni oson joylashtirish yoki oshxonada qo'lingiz yetadigan joyda qoldirishingiz mumkin. Endi esa siz ham o'z No Fat Grillingizni ekraningizdagi ajoyib narxga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mahsulot soni cheklangan. Hoziroq buyurtma bering. No Fat Grill yordamida taomlaringiz 40% kamroq yog' va xolesterinsiz 2 barobar tezroq tayyorlanadi. Buyurtma berishning 3 ta oson yo'li bor. Ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. www.teleshop.uz rasmiy saytimiz orqali tez va oson buyurtma bering yoki do'konimizga tashrif buyuring. No Fat Grill, Teleshopdan yana bir noyob taklif.